O'rtaq problema paytida yonida turish kerak. Telefon qilyapti, pul so'ramasmikin bas. Nabarot, siz qiling o'rtag'ingizga. Oshna shuna deb eshitdim men. Yo do'koning yonib ketibdi, yo uyingda mana problema bo'libdi. Nima xizmat? Do'koni yongan odamda nima xizmat bo'ladi? Borib nima qilish kerak oshna? Ras ehson qilib ololmasangiz ham hech bo'lmasam bo'ldi. 2 yilga mana shu pirlabkani men qilib beraman. 2 yil uzib yuborasan. Eshigini olmayni men qilib beraman. Shuna paytda yonida turmasak qolgan nima kerak uni o'rtag'ida ayting. To'yda unga tushib bergani kerakmi? Yo to'yda zaksi kerakmi sizlarga? Kerak emas o'sha zaks. Taksidan chiqib kelaveradi. Din shu bolalar, din faqat juma o'qish, namoz o'qishni o'zi, pulni to'plab umraga borib kelishni o'zini tushunmaylar. Din ijtimoiy din bu. Ijtimoiy din nima degani? Ijtimoiy degani jamiyat degani. Jamiyat nima degani? Odamlar degani. Odamlar nima degani desa, odamlar bilan bo'ladigan muloqotlarda halol va to'g'ri va adolatli bo'lishlik mana shu din bo'ladi.